Demak, cho'ntak yasaymiz. Lekin uchida ekranda bitta bizada tak 3D pen garment bor edi. Prosta chak cho'ntak yasayman hozir. Oddiy, deylik mana. Atom editga o'taman. O'ng tugmani bosib, convert to internal shape deyman. Endi u yoqqa o'tdi. Menga endi uchta hozir kerak emas paka. Endi bu yerda turganda joyini sal suraman. Sal suraman bu yoqqa belgilab. Mana keyin ustiga o'ng tugmani bosaman-da, mana turibman edit patronda. Aytamanki, clone as patron deyman. Visyoring mana qo'ydim. Mana tarafda ham qo'ymadi, demak bu yoqni ham belgilayman-da, clone as patron deyman. Mana keyin mana ikkita detalni belgilab, o'ng tugmani bosaman, convert to baseline deyman. Baseline, keyin bu ikkalovini tanlayman-da, o'ng tugmani bosib, clone as internal shape deyman. Mana shu qo'yib olaman. Чтобы tikish uchun. Mana. Yaxshi tushmadi lekin. Ustiga tushirmadim. O'ng tugmani bosaman, clone as internal shape. Voy. Mana ustiga tushmadi bunlarni. Endi buni men pressing bilan tikaman. Mana o'zi mana internal shape ustidan yuradi, bazaviy liniyadan yurmaydi. Keyin buni mana tikib qo'yaman bu yoqqa. Cho'ntakni tikdi. Nimadir cho'kib tortib. Ko'ynetor. Futbolkadek mana endi segment showingni segment and top stitch bilan nastrashni show bilan ishlayman. Demak, ekranda menda pastdan uchinchisi bu pulketinglar, buni hal qilmadim. Demak, segment top stitch turadi har doim yoki K harfini tanlasangiz segment chiqadi. Tanladim segment top stitchni. Kiyimni etagida ko'rsatdim. Mana o'zi avtomatik menga bundaqa choq qo'yib beradi. Avtomatik chiqadi. Top stitch tanlaganingizda. Keyin bu yerda buni ma'lumotini o'zgartirish uchun agar sizda mana bitta kichkina ma'lumot bo'lib tursa, mana default top stitch chiqadi o'zi. Mana avtomatik bu buyoqqa o'tadi. 2 marta bosasiz. 2 marta. Ustiga 2 marta bossangiz, sizga mana top stitch haqidagi ma'lumotlar hammasi kelib chiqadi. Ma'noningiz qizil bo'ladi, o'zgartirmoqchi bo'lganingiz uchun. Demak, informatsiya name o'sha default top stitch, item nomeri kerak emas. O'sha tech pack ichiga kirgan, kategoriyasi top stitch, formati OBJ, ya'ni yaltiroq bo'lib turishi uchun. Keyin offsetda, ya'ni uni shagi yoki razmeri biz har doim 1/4 shtrixni tanlaymiz. Mana tepaga chiqarib berdi. Endi agar misol uchun xohlasangiz 1/16, menimcha 1/16 ham yaxshi, pastroq bo'lgani. Qovursin, mana inchda o'lchyapti-da bu. Stitch count degani количество shvov, to есть qatorlar. Agar men 4 qator desam, mana 4 qator bezaychoq tikib beradi. Agar men aytsam, yo'q, 1 qator bo'lsa desam, Заходи, Nuriddin. Tak, mana 1 qator dedim. Mana 1 qator bo'lsin, to'g'rimi? Qarang, agar men bitta siz shu 4 qator desangiz, har bitta qator uchun alohida material ishlatsangiz bo'ladi. Bu o'zingizni zachем вам это себе anaqa. Bu talabalarga ko'rsatib o'tasiz, shunaqa qilsa bo'ladi, bezaychoq qilish uchun deysiz. Shape custom, demak customda siz o'zingiz tanlaganingiz bar tag desangiz, mana bunaqa ko'rinishga keladi. Dekorativniy shof, button hole desangiz tugmani anaqasi, izma ko'rinishli chop, overlock desangiz overlock qilib beradi. Deylik, pick stitch desangiz mana bunaqa qo'l chop qilib beradi. Keyin single desangiz mashina chop qilib beradi. Keyin zigzag desangiz zigzag qilib beradi. Deylik, zigzag menga etagiga kerak deylik. Endi zigzag uzunligi bu o'sha avtomatik bor, bunga tegmayman. Zigzagga balandligi 3 deyapti. Misol uchun men agar deylik 5 olib enter bossam, mana menda baland qilib berdi. Space deyapti, millimetr menimcha orasidagi masofa. Agar men 1 desam, orasini mana bitta 1 millimetr joy ochirib berdi. Menda endi zigzag yaxlit tikiladi-yu, o'shaning uchun mana shundoq qoladi. Ip nomeri deyapti, 40 deyapti, unga tegmayman. Keyin unit deyapti, nomeri, ticket, metrik, nimada o'lchaysan deylik, santimetrda o'lchayman men.
Demak, ipni orasidagi masofa 0,020 nimadirga ketdi. Bu endi ipga ishlatiladigan materialingiz. Deylik, bu bizada qimmatbaho ko'ylak, biza $80 turadigan bitta katushkasi ipdan foydalanyapmiz. Endi bu yerda hozir bilinmaydi, mana bu yerda ko'rinishi mumkin. Teksturasi, ya'ni bazaviy parametrlari, teksturasi menda ko'rinishi bor. Qaysini tanlasangiz o'shani chiqarib beradi. Deylik, men buni tanladim, qalinroq. Mana menga chiqarib berdi. Endi ikkidada uncha bilinmaydi. Normal mapga tegmayman. Displacement mapga ham tegmayman. Amount degani bu o'sha 3 deylik 6 desam, hech narsa o'zgarmadi lekin. Bu yerga demak tegmas ekanman-da. Bu ma'lumotlarga o'zi tegmaganimiz menimcha ma'qulroq. Keyin opacity map bu o'sha kartasi o'zini metalnis, ya'ni ipni yaltiroq yoki yaltiroq emasligiz bu yerda. Uchtada ko'rinadi. Uchtada ko'rinadi. Konfiguratsiyasi endi face qayerda tursin? Bu yuzidan ko'rinsinmi, orqa tarafga ham o'tsinmi yoki orqada bo'lsinmi? Agar men bo'z desam, kiyimimni ikki tarafida ham ko'rinadi. Keyin enter bosaman, keyin simulationni bosaman. Mana hozir ko'ramiz. Kiyimimizni etagida mana bu yerda ko'rinmas ekan. Kiyimni agar etagini ko'tarsam, old tarafmi? Bu choq ichida bo'ladi o'zi aslida. Ko'rinmadi. Choq tikib berdi lekin. Choq tikib berdi. Menimcha bu yerda bu ko'rinmay turadi shekilli. Ko'rinishi kerak o'zi. Ko'rinishi kerakmi? Настрочный. Mana ko'rindi mana. Mana настрочный. Sholkaviy ip mana yaltirab turibdi. Yaltiroqligini ko'rsatyapti mana. Bu endi o'chirib tashlash uchun siz demak segment top stitch emas, editga kirasiz. O'zi aslida hamma parametrlar mana editda. Biz ishlaganimiz o'zi editda ishladik. Buni ustiga 2 marta bossangiz o'zi avtomatik editga o'tadi. Demak, top stitchni o'chirmoqchi bo'lsangiz, buni ustiga olib kelasiz, o'ng tugmani bosasiz, delete deysiz. Delete desangiz hamma narsa o'chib ketadi. Bu настрочный sho'shiydi. Albom birinchi kamga. 7 minut. Nima qilay, buni